Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun juda muhim va zarur bir masala haqida gaplashamiz. Bu masala ta'lim haqida. G'azoda ta'lim zoya qilinyapti. Hech kim bu haqida gapirmayapti. Bu avlod bizga topshirilgan omonat va biz uning uchun javobgarmiz. Men bugun bir maktabdaman. Bu maktabning o'zida 1500 ta o'quvchi bor. Ularda o'quv qurollari yo'q va ta'lim olish uchun eng oddiy sharoit ham yo'q. Mana bu eng yaqin sinflardan biri. Bu sinfda 50 nafar bola bor va ular yerda o'tirishadi. Doska esa oddiy chodirdan qilingan. Har bir sinf shu holatda. Mana, ko'ryapsizlar. Men buni sizlarga aytish uchun keldim. Sharoit juda og'ir, juda achinarli holatda. Ammo bu holatda ham bir yaxshi jihat bor. Bir yigit bor. Alloh undan rozi bo'lsin. U ehson qilib, ta'limga hissa qo'shishni istadi. Biz bir sinf tayyorlab berdik. Bir sinf tashkil qildik. Eng oddiy narsalardan, ammo juda chiroyli, juda ajoyib bo'lib chiqdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu bizga berilgan omonat. Biz uni saqlashimiz kerak. Mana bu sinf bir birodarimizning ehsoni bilan qilindi. Unga rahmat aytamiz. Endi sizlarning yordamingiz bilan bitta emas, 10 ta sinf qilishni xohlaymiz. Inshaalloh men sizlarga maktab sahifasini qoldiraman. Xohlovchilar bevosita bog'lanishsin. Bu avlod, bu bizning bo'ynimizdagi omonat. Men bu mas'uliyatni bo'ynimdan sizlarga topshiraman. Bu avlod ilm ta'limda tarbiya topishi kerak.